Qadrdonlar 2012-yil Captiva 3 mashinasi oldi mordalarigacha to'r qilingan, to'rni hop farlarigacha, bufilarigacha qo'yib, chiroyli qilib istara qilib qo'yilgan. Mashinani zo'r tomon aytaman sizga, zazorlarni qarang, e'tibor bering. Shunaqangi bir tekis zo'r qolib turibdi. Kuzovi haqiqatan ham mashinani anchagina qiziqarli, anchagina interesniy. Mana aytmoqchi, ko'rsaman, hali zazorlari, choklari joy-joy turibdi. Suylarini tekshirdim, bir qator mashina pechat, but-butun. Bitta aybi mashinani motori yog'iyapti. Yana sanasida o'taman qadrdonlar, meni oldimga mashinani sotishga olib kelgan odamlar o'ziga ishonib yoki mashinasiga ishonganlar olib keladi. Sababi men zakon tekshiraman mashinalarda. Hozir ham ukaxon bilan 7 ming tepasida kelishdi ukam. Ukadan mashinangizni dedim, 7 ni pastga o'zi qo'yib beraman kanaliga deb talashib, tortishib, sababi motor qilish kerak yoki bo'lmasa motor qo'yish kerak mashinaga deb aybini aytib qo'yib beraman uka. Ko'yni ko'targan odam telefon qilib sizga oladi mashinangizni. Ko'yni ko'tarmagan odam olmaydi. Gilavni mashinangizni oldiga kelgandan keyin uka buni mashinaning motorida yog' yeyapti, tuda degan gap bo'lmaydi. Detskidan ham zo'r turibdi ekan. Salon holati anchagina yaxshi, qiziq turibdi. 2012-yil 225 ming kilometr yurgan. Mana shu bitta sidanasini, shu kozasini boshqa qo'rish kerak ekan. Lekin qolgan joylari xudo xolasa anchagina yaxshi. Propan gazda, start-stopda, pult hamma narsasi bor. Motorda ishlashlari, konditsionerlari, sovutishlari zo'r turibdi, lekin faqatgina haqiqatan ham o'sha motori shu yog' yeyapti. Xohlagan odam yog' yegizdirib dars yursin. Xohlagan odam shunday mashina olib turib, bitta boshqa motorda qo'yib turib, darsni davom ettirib, maza qilib haydab yursa bo'ladi. Mashinani butunligi, lekin haqiqatan ham realniy butun, surishlari yaxshi, turgan sari qo'qonda. Mashina oxirgi qo'lga tegadigan, bo'ladigan narxini va shu kamyo degan joyini 6650 ga sizlar uchun xudo xolasa gaplashib ko'ndirib qo'ydim. Captivani qop-qorasidan, butunidan asosan detskisidanasi bor. Propan-rapanlari boridan oqtarilgan obunachilar bo'lsa, mana sizlarga Captiva tekis butun oldi-orqalari shu pechat, xudo xolasa yil 2012 hali yil eskilardan emas. Xudo xolasa kelasiz, ko'rasiz, ma'qul kelsa olasiz ekan. Kraskasini aytib o'taman sizga. Kraskasi bitta qanot, kapotda kraska ko'rdim. Ichlari pechat. Ustunlarigacha o'zim tekshirib chiqdim. Vashi mashinaning kaliti yo'q, xudo xolasa. Kapotda o'zida kraskasi bor ekan, mana qanday restovkasi bor ekan. Mana orqa eshikda mana shu yerda petno ko'rdim. Yana bir qator kesalaring tekshirib ko'rib olsalaring bo'ladi. Ma'qul kelsa, xudo xolasa olib haydab ketaverasizlar. Bitta salon xotinini ko'rsatdinglarmi sizlarga? Xo'p, like bosib qo'ying qadrdon. Menimcha eng qiziq gilamli joylarini boshida aytib o'tdim videoni. Xo'p, luklar ishlab turibdi. Haqiqiy 3 dokumentlarni tanishtirib o'taman. 2012-yil Captiva 796 nomerda, qora chorniy. Dokument xudo xolasa dokumentda muammo yo'q. Olgan odamga xudo xolasa general davernis qilib beriladi. Monitor pantorlar qo'yib qo'yishibdi. O'tashlari atak sirliq turibdi, lekin realniy mashina motori yog' yeyapti. O'zim tekshirib ko'rib, bildim, uka mashinasi motori yaxshigina yog' yeyapti dedim. Endi bor shu deyishdi. Ammo lekin pechat. Mashina arqoblari yoshi pechat, xudo xolasa. Kelib ko'rib, ma'qul kelsa, olib kelsalaring bo'ladi. Propani bor 61 talik. Bitta motorning aksiyalarini ochib ko'rsaman. Xudo xolasa, menimcha yoqib qoladi. Menimcha hamma yo'q joy-joyda ishlab turibdi. To'rtta o'rtacha yaxshi galoni bor. O'zi kapoti bilinib turibdi, men aytdim, ozgina bilibgan, yorilgan joyi bor ekan. Propanda deyapti, rasxoti anchagina kam ekan. Propani qancha yeyaptimi, Rizoxon? Bir 12 ta 13 ta yedimi? Shunaqa yedi-da bular. Hali aytib o'tganimdek, kuzatib o'tganimdek, lekin mashina anchagina butun pechat. Xudo xolasa o'zim bir qator yaxshi tekshirib chiqdim. Kalti-palti, xudo xolasa ko'rmadim mashinada. Oldin-orqalari pechat butun bo'lib turibdi. Shu aybi motori yog' rasot qilyapti. Xohlasangiz olib turib motor bosuvchilangan bo'ladi, xohlasangiz o'zini remont qilib hadya ustilangan bo'ladi. Bunaqa silliq butun holatdagi Captivani ham qorasi masalan oqta yurganlar anchagina 6650 eng oxirgi qo'lga tegadigan narx ekan. Yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar.